Her bir analar bilishga tegishli günə nima bilamsiz? O bo'lsa-mu, uyda bolalarga tez qilib berish. O'zingiz olgan go'sht bilan qilib bersiz, ishonchlik. Vallahi yesimi, xotirjam bo'lasiz. Sen yapmakon peşkane gibi koydu. Obaylayıcı mı sen? To'g'ri. To'g'ri go'shtni yaplaq kesib olamiz, tuxumdan birini chaqib olamiz. Bir qoshiq tuz, 2 qoshiq zira, 2 qoshiq bulvataza, 1 qoshiq vijin, 30 gram diyanfinga 30 gram suv quyib aralashtirib olamiz. Tanishib olgan diyanfinni ustiga to'kib olamiz. Mushu holatga kelib olamiz. Qiz qish qiyilib silib olamiz. Go'sht qiyamimizni bozorda olgan yemeklik qiziq xaltasiga siqib chiqarib olamiz. Andan keyin muvofiq uzunlikda bog'lab bo'lib olamiz. Qizini siqqanda ozroq orliq ep qo'ymasangiz bog'lagan olmaydi. Qaza yesib suyimiz qizigandan keyin qizini ichiga silib olamiz. Bu qaynasa bo'ladigan suvga xotirjam bo'lamiz. 15 minutdan 20 minutgacha qaynatib olamiz.